Assalomu alaykum, Uzcustom Pro'ni YouTube'da tomosha qiladigan obunachilari. Bugungi video o'zida ikkita mashina haqida gaplashamiz. Bu Land Cruiser 200 va BMW X5 haqida. Bu ikkita ideal holatda saqlanib qolgan mashinalar yiliga nisbatan ikkita o'rtoqning mashinalisi. Bu mashina kelasi ham tojikistonlik klientlar o'zi. Bu mashinalarni bizga ishonib topshirib ketishgan, mashinani bitgandan keyin hozir egalari ko'rib juda ham xursand bo'lishdi. Qilingan ishdan o'rtoqlariga ham tavsiya qilishlusini aytishdi. Menimcha bunaqa ma'lumot eshitgandan keyin lubo ustaga yoqsa kerak. Kelaylik bu mashinaga qilingan ishlarni qisqacha sizlarga jadal tushuntirib o'tib ketamiz. Birinchi BMW X5 dan boshlaymiz. To'g'risini aytsam, mashina ichiga o'zim o'tirishga ham xijolat bo'laman, chunki mashina ichi ideal qilib ximchiska qilingan. Sidenlarni to'liq restavratsiya qilib, mana bunday qilib customni qilib, MK emblemalarini ham chexollar qilib berdi. Podголовниyalarga yostiqchalar qilib berganmiz. Buni zavодской remenlarni ham MK remenga almashtirib berganmiz. Oyog'ini tagiga o'zlarini customni poliklardan qilib berganmiz. Rullarini naturalniy ko'jidan M strochkalardan qoplab berganmiz. To'liq salon ximchiska bo'lgan. Mashinaning o'zi ham ideal holatda ekan. Takje bularga radar qo'yib berganmiz. Nima radar qo'yganligimizni anti reklama bo'lib qolmasligi uchun aytmaymiz. Sidenani orqa qismida ham xuddi oldi sidenadagi dizaynni qaytargan holda rombikli qilib chexollarni qilganmiz. Bu yerda ham MK remenlar o'rta qatordagi remen. Bitta shu remenni almashtirish uchun ham полный разборка qilish kerak sidenani. Takje egalariga podarishni qilib mana bunaqa BMW yostiqcha ham qilib berdi, qaranglar. Zo'r. Hop, mashinaning ichi qop-qora bo'lgan, egalar rang aralashtirishni xohlamadilar. Mana shunday qop-qora strogi derskiy qilib, poliklarni qop-qora qilib berganmiz. Bagajiga ham chiroyli qilib poliklar qilib berganmiz. Ana endi o'rtoqlarining mashinalari Land Cruiser 200 haqida gaplashamiz. Mashinani usti to'liq chiroyli qilib mo'yka qilindi, xuddi bu BMW-nikidagi опорный supportlarni akkuratniy qilib bo'yab berganmiz. Asosiy ish salonida qilingan. Bu mashinaning izначальный o'zini eski holati однотонный qop-qora takoy arzonchi bo'lib ko'rinyapti. Patologlar sheriydi. Xullas, patologlar to'liq mikrofibradan qoplangan, sidenalar, qora alkantarani makiyotchasi, avtobiograf perforatsiya, jigarrang rang ko'jamdan kombinировать qilib, ozgina o'zgartirish qilib, customni chexol qilib berganmiz. Buni ham podголовниyalarga mana o'zidan yostiqchalardan qilib berganmiz. Bu mashinada sal ko'proq ish qilingan. Salondagi plastik detallar, element standart detallar hammasi bo'yalgan, o'zini заводскойдagi qilib, rullarning stavkasini ko'jasi Dakotaga almashgan, skorost ruchkasini ko'jasi almashgan, barri krishkasi, bu yoqda obshivkani o'rta qismini sidenaga ishlatilgan mahsulotdan qilib, pallagotning qismini jigarrang koja qo'yganmiz. Ular stavkalar hammasi almashgan kojadan. Oyog'ini tagiga har doim o'zan customli poliklar o'zani sidenaga ishlatilgan kojadan qoplab, bir xil qilib komplekt qilib berganmiz. Shunday ochganda poliklar ham bunaqa matli bo'lib turganda odam oyog'ini qo'yishga xijolat bo'ladi. Hop, ikkinchi qator sidena, bu yerda ham sidenani, xuddi oldi sidenaning dizaynini orqaga ko'chirib, chexollarni bunaqa akkuratniy qilingan orqa podголовниyalarga chexol qo'yganmiz. Lekin patolosi juda ham matli qora bo'libdi, bor. Egalarning o'zlarining aytishlari bo'yicha ham xuddi o'zlari xohlagandek bo'libdi. Bitta ham bagajlari to'liq polik qilingan bagajlari, ular salon poliklarni ko'rdinglar. Mashinaning saloni полный химчистка bo'ldi. Даже shu darajada mayda-chuyda ishlar ko'p qilingandan-chi, даже esimdan chiqarib qo'ya olmadim. Nimalar qilindi, qanaqa qilindi, nimadan qilindi. Ular ikkala mashina tayyor. Tojikistonlik akalar o'zi xursand bo'lib ketishyapti. O'rtoqlarga tavsiya qilamiz deyishyapti. Yana mashinalarimiz ko'paygan, olib kelamiz deyishyapti. Ular videoni ko'rgan bo'lsanglar, qilingan ishlar sizlarga yoqqan bo'lsa, shu YouTube rivojlanishi uchun kerakli bo'ladigan laykni ham qoldiringlar. Agar sizlarga ham yoki sizlarni tanish bilishlarga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, sizlar bilasizlar qayerga va kimga murojaat qilish.